Og'zi televideniyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Haftalik telejurnalimiz yana huzuringizda. Uyg'ur xalqi dunyoda davlatchilik uchun kurashib kelayotgan yirik etnik guruhlardan biri. Jahonda taxminan 20 million Uyg'ur bor. Ularning 10 millionga yaqini Xitoy g'arbida Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida yashaydi. Uyg'urlar bu hududni Sharqiy Turkiston deb ataydi. Markaziy Osiyo davlatlari va g'arbda ham millionlab Uyg'urlar istiqomat qiladi. Xitoy hukumati Uyg'ur ozodlik yetakchilari va jangarilarni terrorizm va separatizmda ayblab keladi. Uyg'urlar keyingi yillarda xalqaro sahnada o'z homiylariga, o'z o'rniga ega bo'lishga urinmoqda. Ularni quvvatlovchi AQShga katta umid bilan qaraydi. AQSh esa Xitoy bilan munosabatlarda bu masalaga ehtiyotkorlik bilan yondashadi. Mavzuni Shohruh Hamro davom ettiradi. 2001-yilning 11-sentyabr voqealari ketidan terrorga qarshi urush e'lon qilingach, rasmiy Pekinning Uyg'urlarga nisbatan siyosati yanada keskinlashdi. Sharqiy Turkiston islomiy harakati AQSh tomonidan ham terrorist tashkilot deb e'lon qilindi. Sal keyin bu maqom isbot yetishmaydi deya bekor qilindi. Uyg'urlar masalasini 1980-yillardan beri o'rganib kelayotgan amerikalik olim Shon Roberts bu xalq uchun asosiy masala davlatchilik deydi. In short, the situation in which the Uyghurs have been placed since September 11th has been Uyg'urlar manfaati xalqaro sahnada rasman himoya qilinmas ekan, bu millat sitamga uchrayveradi. Globalizatsiya, ochiq chegaralar, madaniyatlar uyg'unligi deymiz-u, lekin ko'rib turibmiz. Har bir xalq o'z davlatiga ega bo'lishi muhim. First time that the Uyghurs had experienced such a sudden abandonment by a once sympathetic foreign power. Afg'onistonda qo'lga olinib, terrorizm va bo'lginchilikda ayblanib, taxminan 25 Uyg'ur AQShning Guantanamo qamoqxonasiga jo'natilgan. Ko'pini mahalliy jangarilar pul evaziga AQSh harbiylariga tutib bergan. Uyg'ur mahbuslar 2003-yilda oqlanganiga qaramay, hali ham Guantanamoda. Sabab, ularga boshpana beradigan davlat topish qiyin. Albaniya o'tgan yili ular orasidan 5 nafarni qabul qilgan. AQSh qolganlarini Xitoyga topshirishni ma'qul topmaydi. I think the United States should allow them political asylum. AQShning o'zi bu Uyg'ur mahbuslarga siyosiy boshpana berishi kerak. Guantanamo bilan bog'liq bir muammo shuki, u yerda saqlanayotganlar taqdiri huquqiy jihatdan noma'lum. Avval AQShga ijobiy qaragan Uyg'urlar Guantanamodan so'ng bu mamlakatni yoqtirmasligi aniq. I imagine now they might have some anger towards the United States. Uyg'urlar o'zini Turkiy dunyoning bir qismi deb bilsa-da, asosan AQSh yordamiga tayanadi. Turkiy davlatlar Xitoy bilan hamkorligi sabab Uyg'ur masalasini chetlab o'tadi. Bo'libmi Xitoy hukumatı 11-sentyabrdan keyin Uyg'urlarni musulmon bo'lganligi uchun terrorist deb qattiq bostirganligidan hamda Amerika hukumatı buni ayda his qilyotdi, bilyotdi. Hem Amerika hukumatı buni qattiq ayblayotdi. Hem Uyg'urlarning vaziyatini tushunganligi uchun Amerika hukumatı Uyg'urlarni qo'llayotdi. Endi shu sababdanmi masalan bizning tashkilotimizga Amerika Uyg'ur birlashmasiga hozir yiliga $240,000 berdi. Uning ustidan bizning Germaniyada Dunyo Uyg'ur qurultiyi bor. Uning yiliga $136,000 beryapti. Uyg'ur ayollari, ya'ni o'zimiz ega bo'lib, Uyg'urlar AQShda siyosiy jihatdan ancha faol. Uyg'urlar birlashishni istaydi deydi olim Seyitov. Uyg'urlar asosan hamda shu bizning siyosiy liderimiz ham ma'naviy onamiz bo'lgan Robiya Qodir xonimning ostida birlik keldi hozir bugungi kunda Uyg'urlar. Mayli Uyg'urlar Amerikada bo'lsin, Kanadada bo'lsin, Yevropada yoki Turkiyada bo'lsin, hatto O'rta Osiyo, masalan Qozog'istonlar, Qirg'izistonlar, ba'zi O'zbekistonlar bo'lsin, Uyg'urlar asosan hammasi birlikda Robiya Qodir xonimning yo'l ko'rsatishi bilan birlikda biz demokratiya uchun, kishilik huquq uchun, o'zimizning erkinlik uchun kurash qilyapmiz. Hozir bizning xalqarodagi ovozimiz bir. Uyg'urlarga qardosh xalqlar, jumladan Markaziy Osiyo, Xitoy bilan yaqin aloqalarga ega ekani uchun ham bu xalqqa yordam bermayapti. Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida imzolangan bitimlar a'zo davlatlardan terrorga qarshi kurashda hamkorlik qilishni, ma'lumot almashishni talab qiladi. O'tgan yili O'zbekiston Uyg'ur faoli Husayn Jalilni Toshkentda ushlab, rasmiy Pekinga topshirgan. Jalil bir umrga qamoq jazosiga mahkum etilgan. Tahlilchi Roberts fikricha, Xitoy endi o'zini Uyg'ur millatiga qarshi emas, balki ularning mustaqil bo'lishiga qarshi hukumat sifatida namoyon etishga urinmoqda. Uyg'urlar yomon yashayapti deydigan odamlar Shinjondagi iqtisodiy taraqqiyotga nima deydi?
Rasmiy Pekin Uyg'urlar ahvoli bilan bog'liq savollarga shunday javob berishga o'tgan. Washingtondan Shohruh Hamro. Uyg'ur faollar o'tgan yili Germaniyada yig'ilib Jahon Uyg'urlari kongressini tashkil etgan. Xitoy hukumatiga qarshi fitnalarda ayblanib uzoq yillar qamoqda o'tirib chiqqan Robiya Qodir uni boshqarib kelmoqda. Robiya Qodir AQSh qonunchilari va rasmiylari bilan muloqotda Xitoyga Uyg'urlar yuzasidan bosim o'tkazishni so'rab keladi. Amerika rasmiy Pekinni Uyg'ur aholi huquqlarini hurmat qilishga chaqirib kelmoqda. Endi Amerikadagi saylov oldi